Birinchi so'rov, quyidagi elementlardan nechtasi bir nechta oddiy moddalar tarkibida bo'ladi deb so'ragan. Demak, bir nechta oddiy moddalar tarkibida bo'ladi degan so'rovning ma'nosi, demak, bu allotropiya hadisasi bar elementlarda ko'rsatdi deb o'tganda bu yerda. Tak, bu yerda kislorodda allotropiya bo'ladi, bilamiz. Kislorod, azon. Uglerodda da allotropiya hadisasi uchrashadi. Tak, yodda allotropiya bo'lmaydi. Ftorda allotropiya bo'lmaydi. Kukurtda, oltin kukurtda allotropiya hadisasi bo'ladi. Bromda bo'lmaydi. Fosforda bo'ladi. Demak, javob 1, 2, 3, 4 degan javob bo'ladi. Javob D bo'ladi. Ikkinchi so'rov, oddiy moddalar soni elementlar sonidan ko'p bo'lishiga asos bo'luvchi kimyoviy elementlar juftligini belgilang degan. Demak, bu yerda allotropiya hadisasi haqida gap ketgan. Demak, A variant qaraymiz. A variantda uglerodda allotropiya hadisasi kuzatiladi, tak, bromda bo'lmaydi. Demak, A variant xato. B variantda azot, ftor, vodada bo'lmaydi. C variantda vodorodda allotropiya hadisasi kuzatilmaydi, biroq kislorodda bo'ladi. Demak, C variant ham xato ekan. D variantda kukurt, fosfor. Demak, bularda allotropiya hadisasi bo'ladi, demak javob D bo'ladi. Uchinchi so'rov, kimyo fani nimani o'rganadi degan. Moddalarning tuzilishi, yaxshi tuzilishi ham kiradi. Moddalarning bir-biriga aylanishi. Moddalarning bir-biriga aylanishi bilan to'g'ri kimyoviy qonuniyatlarni deydi. Demak, D variantga qaraydigan bo'lsak, moddalarning xossalarini, xassiyatlarini, tuzilishlarini, bir-biriga aylanishlarini degan ekan. Demak, D variantda to'liq javob bor. Shuning uchun D variantni belgilaymiz kerak bo'ladi. To'rtinchi so'rov. Molekula nima deydi? A variantda moddaning kimyoviy xossalarini o'zida namoyon qiluvchi eng kichik bo'lagi delingan. Demak, bu variant to'g'ri. Javob A bo'ladi. Moddaning fizik xossalarini o'zida namoyon qiluvchi eng kichik bo'lagi deydi. Fizik degan jihatda. C variantda moddani tashkil qiluvchi atomlar guruhi deydi. Endi bular chalg'ituv uchun berilgan variantlar hisoblanadi. Moddani tashkil etuvchi elektronlar uyushmasi bilan xato. Demak, haqiqiy ta'rif A variantda keltirilgan. Moddaning kimyoviy xossalarini o'zida namoyon qiluvchi eng kichik bo'lagi. Beshinchi so'rov, kimyoviy element nima deyilgan ekan? Demak, A variantda atomlarning muayyan turi deydi. Demak, bu variant to'g'ri. Molekulalarni tashkil etuvchi bo'lak, xato, atomni tashkil etuvchi qism, moddani hosil qiluvchi bo'lak. Demak, kimyoviy element deganimiz bu atomlarning belgili bir turi. Demak, variant A bo'ladi. 6-chi so'rov deydi, nisbiy atom massa nima deb so'ragan. Nisbiy atom massa ya'ni solishtirmali atom massasi deyiladi Qoraqalpoq tilida. Element atom massasining uglerod atom massasining 12 dan 1 bo'limini qancha og'irlik to'g'ri keladigan bo'lsa, shuncha og'irlikni ko'rsatuvchi ulkanlik hisoblanadi. Demak, javob bu bo'lib berdi. 7-chi so'rov, allotropiya nima deb so'ralgan? Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo'lishi bu allotropiya hadisasi hisoblanadi. Misol, kislorod, azon degandek. Tak, 8-chi so'rov. Kimyoviy reaksiyalarda deydi, quyidagi parametrlardan qaysi biri doimo o'zgarmay qoladi deb so'ralgan ekan. Bosim, hajm, harorat, massa berilgan. Demak, javob D bo'ladi bu yerda. Reaksiyaga kiritayotgan zotlarning miqdori reaksiyadan chiqayotgan zotlarning miqdoriga har doim teng bo'ladi. Ya'ni reaksiyaga kiritayotgan zotlar har doim reaksiyaga chiqayotgan zotlarning miqdoriga teng bo'ladi. Misol uchun, uglerodda kislorod qatnashida yaqsak, natijada paydo bo'ladi karbonat angidrid.
karbon tangrid paydo bo'ladigan bo'lsa, reaksiyaga kiritayotgan zotlarning miqdori reaksiyadan chiqayotgan zotlarning miqdoridan har doim teng bo'ladi degani. Massaning saqlanma nizomi degan bor. Demak, karbon tangridning massasi 44 gram bo'ladigan bo'lsa, uglerodning massasi bu yerda 32, al bu yoqda bo'lsa, kislorodning massasi 32, uglerodning massasi 12 gram bo'ladi. 12 ga qo'shsak 32 ni 44 bo'ladi. Reaksiyaga kiritayotgan zotlarning miqdori reaksiyadan chiqayotgan zotlarning miqdoriga 2 teng degan qoidaga to'g'ri keladi. 9-so'rov. Kimyoviy formula nima delingan? Kimyoviy formula deb modda tarkibining kimyoviy belgilari zarur bo'lsa indekslar yordamida ifodalanishi deb aytilgan ekan A variantda. Demak, bu variant to'g'ri. Zotning quramidagi kimyoviy belgilari yamasa zarur bo'lsa indekslar yordamida belgilanuvini kimyoviy formula deb aytiladi. 10-so'rov allotropik deydi. Shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementni aniqlang deb so'ragan ekan. Demak, allotropiya hodisasi kuzatilmay turgan element. A variantda allotropiya bo'ladi, kislorodda allotropiya bo'ladi, kislorod bilan azon. Tak, uglerodda allotropiya hodisasi kuzatiladi. Oltin kukurt deydi. Kukurdda allotropiya bo'ladi. Azotda allotropiya hodisasi kuzatilmaydi. Demak, javob D bo'ladi ekan. 11-so'rov allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementni aniqlang degan. Demak, bromda allotropiya bo'lmaydi, ftorda allotropiya bo'lmaydi, fosforda allotropiya bo'ladi. Qizil fosfor. Demak, azotda bo'lmaydi. 12-so'rovda aytib turibdi, fosforning qanday allotropik shakllar mavjud deb so'ralgan. Demak, oq fosfor bo'ladi, yashil fosfor degan bo'lmaydi, qizil fosfor bo'ladi, sariq fosfor bo'lmaydi, havo rangi degan ham bo'lmaydi, qora fosfor bo'ladi. Demak, 1, 3, 6 bu variant bo'ladi ekan. 13-so'rov fosforning qanday allotropik shakllari mavjud emas deb so'rabdi. Demak, oq fosfor bo'ladi, pushti fosfor bo'lmaydi, qizil fosfor bo'ladi, sariq fosfor bo'lmaydi, ko'k fosfor bo'lmaydi, qora fosfor bo'ladi. Buning uchun mavjud emas degan uchun mavjud bo'lmaganlarni olamiz. 2, 4, 5 shopsi bo'ladi endi. 14-so'rov karbon qaysi elementning allotropik shakli hisoblanadi deb so'ralgan. Demak, karbon, grafit bular uglerodning allotropiyalik ko'rinishi bo'ladi, formasida bo'ladi. Demak, javob C bo'ladi. 15-so'rov olmos qaysi elementning allotropik shakli hisoblanadi deb so'ralgan ekan. Demak, olmos bu uglerodning allotropik ko'rinishi. 16-so'rov allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementni aniqlang degan. Fosforda allotropiya bo'ladi, uglerodda allotropiya bo'ladi. Demak, fosforda allotropiya bo'ladi, uglerodda allotropiya bo'ladi. Vodorodda allotropiya hodisasi bo'lmaydi. Demak, ega bo'lmagan degan uchun C variant to'g'ri bo'ladi. Oltin gugurtda allotropiya bo'ladi. 17-so'rov, demak, allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementni aniqlang deydi. Kislorodda allotropiya bo'ladi. Kislorod o'zi taqda azoni var. Tak, azotda allotropiya bo'lmaydi. Demak, javob bu bo'ladi ekan. Qolganlarida bo'ladi. 18-so'rov allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementni aniqlang degan. Demak, A variantda bizga azot berilgan ekan, azotda allotropik shakl bo'lmaydi.
Vodorodda da bo'lmaydi. Fosforda bo'ladi biroq. Aq, qizil, qora fosforlar. Demak, D variantda xlor delingan, xlorda bo'lmaydi. Demak, 19-so'rov allotropik shakl o'zgarishlarga ega bo'lgan elementni aniqlang degan. Bu yerda xlorda bo'lmaydi, allotropik shakl. Borda da bo'lmaydi, azotda da bo'lmaydi. Tek qana bu yerda oltin gugurtda bo'ladi. Shu qisi bo'ladi.